Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining 55. navbatlik yig'ini mezgilida, ya'ni 18 mart, Xitoyning atalmış Kişilik Hukuk Tadqiqot Jamiyati Shvetsariyaning Jenva shahrida Sharq Turkiston masalasi haqida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun atalmış oz sonliq millatlarning huquqiga kapolatlik qilish, Shizang va Xinjiang amaliyoti temasida leksiya yig'ini o'tkazgan. Yig'inda so'z qilgan G'arbiy Shimol Siyosiy qonun universiteti tashqi tarqitish va madaniyat bexatarligi tadqiqot markazining mudiri Chao Washing, Xinjiangning ijtimoiy umumiyati sijil muqim bo'lib, har millat xalqi inoq o'tib, xotirjam tirikchilik qilib, tarixdagi eng yaxshi taraqqiyot mazgilida turyotdi. Xinjiangdagi har millat xalq butun mamlakat xalqi bilan birlikda umumyuzlik holliq jamiyatga qadam qo'yib, haqiqiy kishilik huquq kapolatidan to'liq bahramand bo'ldi deb bildirgan. Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinpingning o'tgan yili 8-oyning oxirlari Janubiy Afrikadan qaytishida tuyuqsiz Urumchida to'xtab o'tishi nurg'un gumonliq savollarni paydo qilgan edi. Ayni vaqtda Xitoy taratqullari Xi Jinpingning Urumchida Uyg'ur Avtonom rayonlik partikum va hukumatning xizmat dokumentini anglaganligi va Xinjiang xizmatiga oid ba'zi muhim yo'l yo'riqlarni berganligini ilgari surgan. Ammo konkret qanday yo'l yo'riqlarni berganligi tilga elinmagan edi. Növətdə nopuzluq chet el tədqiqatçıları Xi Jinpingning shu qitimliq Urumchida to'xtab o'tishida uning 2014 yili o'tirg'i qo'ygan Uyg'urlarning o'z ona vatanidan nopus jihatdagi ustunligini ojizlatish siyosatini davomlashtirishni qayta ta'kidlaganligini qayd qilmoqda. Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi, lager va Uyg'ur majburiy emgak mutaxassisi doktor Adrian Zenz 24 mart Amerika ijtimoiy Supsi Xita Xi Jinpingning 2023 yili Uyg'ur diyoriga qilgan tuyuqsiz ziyoratida uning bu siyosatni qayta ta'kidlaganligini bildirgan. Adrian Zensning qayd qilishicha, Xi Jinping 2014 yili qilgan bir qitimliq maxfiy so'zida Uyg'urlarning o'z ona vatanida nopus jihatdagi ustunligini ojizlatish uchun ularni yo'tkab assimilyatsiya qilishni qo'llagan ekan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda davom qilayotgan sistemalik irqiy qirg'inchilik sababidan yo'lga qo'yilgan oz bir qism xalqaroliq embargolarning ta'siriga uchragan bo'lsa-mu, ammo u rayonning boyligini qazish va Xitoy o'lkalariga yo'tkashni davomlashtirmoqda. Bu orqa ko'rinishda Xitoy doiralari energiya bilan ta'minlashga kapolatlik qilish uchun tarim neftligidan 350 milliard kub metr tabiiy gaz yutkiganligini e'lon qildi. Xitoy davlat neft shirkati boshqaradigan tarim neftligi 2004 yili 9-oydan 2024 yili 21 martgacha bo'lgan oraliqda G'arbning gazini sharqqa yutkash tabiiy gaz turbo yo'li orqali Xitoyning o'tir va sharqiy qismlaridagi rayonlarni 350 milliard kub metr tabiiy gaz bilan ta'minlagan. Angliya hukumatining demokratiya va bexatarlik andishlari sababidan yaqinqi tor hujumiga chetishlik Xitoy shaxslariga jazo yurgizmoqchi bo'lgan. Angliya taratqullarining xabar qilishicha, Angliyaning muavin bosh ministri Oliver Dowden 25 mart kuni Angliya parlamentiga Xitoy davlatining homiyligidagi tor buzg'unchiliklarining yaqinda Angliya saylam komitetining to'riga hujum qilib, millionlagan angliyalikning shaxsiy uchurga erishishi va buning Angliya demokratik musobaqasiga bo'lgan ta'siri haqida ma'lumot berilganligi bildirilmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengeshi qaror yo'llab, Ramzonda G'azzada darhol urush to'xtatishni talab qildi. Shunda qilib Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengeshi 2023 yili 7-oktyabrdan buyon tunji qitim G'azzada urush to'xtatishni talab qiladigan qaror ma'qulladi. Qarorda Hamas tutgan barliq tutqunlarning qo'yib berilishi talab qilingan. Ilgari necha qitim urush to'xtatishni rad qilgan Amerika bu qitim rad qilish huquqini ishlatishdan voz kechgandan keyin bu qaror Xavfsizlik Kengeshidagi 14 davlatning ovozi bilan qabul qilindi.